Sevaman, o'ylaman, kuyaman, jonim achalimda. Otasini nima deyapti Muhammad buvam? Uylandi. Arzimagan vaqtni o'rtada otasi pensiyaga chiqib o'tiribdi deydi. Shunda ko'nglim qolibdi. Shunday ko'nglim qolibdi. Mana bu undan bir chet ellarga boramiz. Yana bir hozir o'zimizdagi yaxshi zamonli beraman degan orzu havosim bor. Bo'lmasa mana bu molxonangdagi bir ikkita buqalaring bor ekan, bittasini sot. Bo'ldi kesdingmi? Yeng kiydirdi bolasi. Senga birov non so'radiganday. Bitta sotsam 5 ta qoladi keyin. Uni o'zi boqishga o'zi bo'lmayapti. Mana qara. Ha. Trekingni bilib taksi qilib olasan. Trekingda taksi? Ha, kuniga 5 ming topasan. Baraka topdi. Men ham bo'ylab ko'rdim, hisob-kitob qildim. Uning ketadigan boloniga, moyiga, amortizatsiyasiga, bunday xaraj turlariga topadigan pulim to'g'ri kelmas ekan. Yana o'ziga o'zi xarajat. Shunday qilib ko'k choy ichgandan ko'ra, tinch o'tirib taksi ichgan yaxshi deb qilmay qo'ya qoldim shu ishni. O'g'lim Rossiyaga yurgancha. Uyam kelib qo'ydi. Pulni jo'natmadimi? Yaxshi jo'natdim, o'zi kelib qo'ydi deyapti. Nima? Bolalarni sog'inganim. Endi ko'rding, idorada to'yding. Ha, tog'a. Bor o'zing desam. Alaykum assalom, yaxshimisiz? O'zi jo'natgan pulni yig'ib qo'yibsiz. Uydaman. Olib yurgira qilmoqchi qaytib ketishga. Aslida ha, men bir bozor borib kelaman. Siz asta-asta anavlar qo'yib qo'yavering, tog'a. To'g'rimi? Endi shu ha, o'zim ko'rsataman, kelavering hozir. Men mana nega qarab turibman. Undan u bugun qarz olsa, bo'ynida majburiyat bo'ladi. To'g'rimi? Borib turib, nima tog'a qaysi tog'a nima ish qilyapti? qarzni beray deb turib, ichib chakib Qaysi tog'a keladi, nima ish bo'lyapti? Men yana astagina qo'shib ha, endi anavlarni qo'yalım, pichkani patronlarni olib keluvdim. ha, olib keldingmi deb so'rayapman. Muhrit tog'ami yo ana o tog'ami? Muhrit tog'a. ha, olib keldingizmi deyapman. Iya. boshqa gap aytma. Hamma uynikini o'rnini aytib ketaman shunda. Iya. Ikkinchidan nima bo'ladi bilasan? 3 kilodan go'sht pulni yig'yapti bular. Ha? Boradida 3 kilo go'sht pulni berib. Ya 10 ming, 15 ming so'mni narsa yeydi. Ha? Undan ko'ra bir kilo go'sht pulni yeb uyda o'tiradi. Suqdi, Muhammaddan qusib qo'ydi. Qarama, tut. Ota jonim meni. Odam dedi kastini, tutularing otalim. Nimaga qutdi shulay? Nimaga qutdi? Hatto aylantirma. Pulni berasanmi yo'qmi? Ya uni so'rab aytmoqchi. Sharoit ko'rsatsang, o'zim pulni bermaydi, o'lim pulida. Berasanmi? Uyda. Bermasang, Jonim meni. Bilan bola tasmachi. Allallallallallah. Bala. La. Salim. Bola tasdan. Dedem dedi tasdan. Umri uzoq bo'lsin. Tani jonlari sog' bo'lsin. Nasib bo'lsa katta yigitlar bo'lsin. Muhammad Ali, Muhammad. Hey, bu nima bo'laydi? Umma. Bakalashga. O'zingizga baho berolmading. Sen kelin bo'lib tushingdan avval zafarni eshitgan bilasanmi? Ikkita eshakni o'g'irlab qamalib chiqqan. Bilmasang bilib ol. Zafar eshak o'g'ri deyishadi.